Kanada xizmat vizasining ikkinchi videosi. Assalomu alaykum, xush keldinglar. Oldingi bir videoda sizlarga Kanadaniki xizmat vizasiningki birinchi videosini ishlab, uning ichida Kanadaniki xizmat ijozatnomasiningki ikki xil turligini so'zlagan edim. Birinchisi postgraduate work permit, ya'ni mushadagi oliy maktablarni bitirgandan keyin xizmat topmasimi og'il bo'ladigan postgraduate work permit. Yana birisi live in caregiver, ya'ni boshqalarniki oilasidagi bolalarini yoki bo'lmasa cho'nglarning oldidan xabar olishni maqsad qilgan holda iltimos qiladigan xizmat ijozatnomasi. Shu ikki turlikni so'zlagan edim. Hozir biz davomliq Kanadaniki hukumat to'rining ichiga kirib, shu to'g'riliq yana davomliq birlikda izlanayli. Sizlarga boshqa yana bir necha xil turligini so'zlamoqchi. Oldi bilan Kanadaning to'r betiga kiramiz. cicgc.ca inglizga kiramiz. Hemen usiga chiqadan qo'yib sizlarga qarab turib so'zlayya. Hukumat to'r betiga kirgandan keyin inglizchani kirib oldi bilan o'zinglarniki akkauntga kirsizlar, ya'ni bu akkaunt ochishninki birma-bir yo'lini, tartibini kompyuterdan ko'rsatib qo'ygan. Hozirga o'xshash video ishlab, ayrim bir videoda bor. Ya'ni akkaunt ochish, viza iltimos qilishni boshlash deydigan bir videomda mishat chiqadi. O'zinglarning akkauntning ichiga kirgandan keyin yana xizmat degandan boshlaymiz. Work. Xizmat deganni ochgandan keyin oldingi videoda sizlarga tushuntirgan mana live in caregiver degan program bilan yana bir postgraduate work permit degan shuni tushuntirgandim. Boshqa typelarga, boshqa turlariga qarab boqaylik. Masalan, shu types of work permit. Work permit xizmat ijozatnomasi degan shu Kanadaga kelib, ijozatnoma bo'lmasa ishlayolmaysiz. Endi xizmat ijozatnomasi olmay turibmi ishlagili bo'ladigan mundaq bir necha xil ahvol bor. Birisi mushu yerda o'qiyotgan international studentlar, ya'ni xalqarалық o'quvchilar bularniki qo'lida o'qish ijozatnomasi bor bo'lgandan keyin bularga bir belgilik miqdorda chek qo'yib berdi odatda. Masalan, butun kunlik o'qiyotgan bo'lsangiz, siz haftasiga 20 soat ishlay olasiz. Ta'til mezgilida bo'lsa 40 soatgacha ishlay olasiz degandek bir belgilamalari bor. Men o'qiyotgan chog'larda shu chog'da hindistonlik o'quvchilar ishlaydiganga pul topadigan baykamroqdi. Esimni bilishcha bir hindistonlik o'quvchi haftasiga o'ziniki cheklash belgilab bergan normadan ortiq ishlayotganligi uchun uniki o'qish vizasi va o'qish ijozatnomasini amaldan qoldirib o'tgan. Xabarlarga shunday chiqqanki, keyin u yurtga qaytaryaptimi, uni bilmadim. Ish qilib, Kanadaniki belgilab bergan belgilamasi bo'yicha ish qilasiz odatda. Xizmat ijozatnomangiz bo'lsa xizmat qilasiz. Endi masalan aytaylik, mushakab siyosiy panohlik tilagan kishilar shu xizmat ijozatnomasiga iltimos qilgandan keyin navoda qo'lida o'qish ijozatnomasi bo'lmay qolsa, yana o'qishga bo'lmaydi. Cho'qim o'qish ijozatnomasini iltimos qilib, andan keyin o'qisa bo'ladi. Bu o'qish ijozatnomasiniki odatda shu ma'lum bir maktabga iltimos qilasiz. Iltimos qilgandan keyin siz manchincha oydan manchincha yilgacha deb aniq vaqti bor bo'ladi. Andan keyin Kanada hukumati shu vizani bergan chog'da, viza deyman, shu o'qish ijozatnomasini bergan chog'da shunchalik orliq o'tirlab 1 yillik yo 2 yillik qanchalik o'qishingiz bo'lsa shunchalikdan beradi. Demoqchi bo'lganim, o'qimoqchi bo'lsangiz o'qish ijozatnoma olasiz, ishlamoqchi bo'lsangiz ishlash ijozatnomasini olasiz. Agar ijozatni olmaymi ishlay oladigan bir necha xil ahvol deganda shu boya deganingdek birisi shu international studentlar, yana undan boshqa masalan cho'ng san'atkechiliklarga o'yin qo'g'il kelganlar, shu Kanadaning ichidagilar demoqchi. Ushlarmi shu xizmat ijozatnomasi bo'lmay turibmi, ya'ni ishlay oladi degan yana bir necha xil turliklar bordi. Endi kompyuterning ichidan ko'rib baqsaq bo'ladi to'rbetning o'zidan. Undaq bo'lsa shu types of work permit ijozatnomasiniki turlarini ko'rib boqaylik. Buningki ikki xil turi bor ekan. Open work permit bilan employer specific work permit. Open work permit degani shu Kanadaning har qanday yerda ishlasangiz bo'ladi, qanday yerlarda ishlasangiz bo'ladi. Buningki turlarini qarab baqsaq, mana yerda ikki xil ishlagili bo'lmaydigan ikki xil nimasi bor ekan. Open work permit tafsiliy ko'rib baqsanglar bo'ladi o'zinglar. Andan keyin yana birisi employer specific work permit. Bu degani sizningki shu o'zingiz
işlemoqchi bo'lgan şirket, ishlatmoqchi bo'lgan o'rinniki ismi, andan keyin qanchalik vaqt ishlaydiganligingiz va shu ishlaydigan o'rin aniq muhim bo'ladi. O'sha birli yerda ishlayman deb kelasiz, iltimos qilasiz topgan ishingizga qarata. Mushu 2 xil bo'ladigan open work permit bilan employer specific work permit deb 2 xil. Bu xizmat ijozatnomasini ola olsangiz, shu xizmat vizasi beradi. Qandoq olasiz deganda, shu eng oldi bilan siz mushu yerdan xizmat topasiz. Ya'ni Kanadaga kelmay turib, o'zingizning o'sha turishliq davlatida Kanadadagi xizmatlarni izlab, mushu yerdan bir xizmat topsangiz, mushu yerdagi sizni ishlatmoqchi bo'lgan idora yoki organ, shirkat bilan bu sizga bir job offer letter, ya'ni sizni ishga qabul qilganlik qog'ozi beradi. Shu job offer letter orqali xizmat ijozatnomasiga iltimos qilasiz. Xizmat ijozatnomasi bor bo'lsa, andan keyin sizga xizmat vizasi beradi. Endi bu xizmat vizasiningki haqqi $100. Xizmat ijozatnomasininki haqqi $150 bahasini bir-birlab so'zlashmag'ay. Kelar qatimliq videolarda andan keyin sizlarga shu qanday xizmat topadiganligim, o'sha yerdagi xizmat izlaydigan tor betlar, bir muncha yaxshi tor betlar boshlarni bir ayrim bir videoda ko'rsatmoqchi. Videomga davomli diqqat qilg'ashtirasizlarmisa. Andan keyin o'zingizniki qanday sohada ishlamoqchi bo'lganligingizni, o'sha yerda o'zingizning ishlamoqchi bo'lgan sohalarni hammasini qilib boqsangiz, sizga shu work ijozatnomasi ilish olmaslik lozimmi emasmi deganni deb beradi. Student working on campus, student working off campus degandeklar qarab boqaylik. Qarasak, bu work in Canada as a student bo'lsa, u chog'da full-time international students you do not need a work permit. Ya'ni butun kelishni to'xtatgan bo'lsangiz, work permit xizmat ijozatnomasi ilishniki hojati yo'q ekan degan gap. Ya'ni qandoq desangiz shu haftasiga 20 soat, ta'tilda 40 soatdan ishlaysiz. Bu yerdagi shu maosh asosan soat bo'yicha hisoblaydi. Hozirgi Ontario o'lkasiningki soatlik maoshi eng tuvan o'lchami $14. Ammo $14dan u bosh, bu bosh, uni buni chiqarasam shu $11-12 atrofida qo'lingiz kelib qoldi. Tog'dan-bog'dan so'zlab chiq bir narsalarni depagidekman sizlarga. Tog'dan-bog'dan bo'lsin anglanglar qilib foydaliq. Bugun xizmat siz jiqroq so'zlab qo'ydimmi qandoq kelim og'rib qopti. Qayga kelgan to'q shu work vizniki turlarini so'zildimamsa. Who can apply? Kimlar iltimos qila oladi? Ish qilib ishlagili bo'ladiganlar iltimos qilaverdi shu. O'shadan open work permitniki qandoqlar iltimos qila oladi deganda mushlarniki nimalarni ko'rib boqaylik. Masalan, siz o'sha yerdagi designated learning institutiondan bilan surgan bo'lsangiz, yo'q men sizlarga student vizani so'zlagan chog'da maktablarniki tizimligini yechib ko'rsatgan uzunchoq maktablarning ismligini keyinda shu postgraduate work permitga iltimos qilib bo'lamdi deganda yes no deydigan bir yer bor deb ko'rsatgandim. Oshnandagi yes deydigan maktablar designated learning institution bo'ladi. O'sha maktablarni bitirgandan keyin postgraduate work permitga iltimos qilsangiz bo'ladi degan gap. Undan boshqa shu mushlarniki hammasi iltimos qila oladi, hammalar iltimos qila olasizlar gap o'sha yerdagi xizmat qila oladigan iqtidoringlarni isbotlay olsanglar mushung bo'ladi. Masalan, hatto family members, masalan, biraylar o'qiymiz deb kelgan bo'lsa, uningki ayoli yoki yo'ldoshi birga kelgan bo'lsa, ashlar mushu work permit xizmat ijozatnomasiga iltimos qilsa bo'ldi. Oilada birisi o'qib, yana birisi ishlab degandek. Undan boshqa yana Atlantic Immigration Pilot Program deb yangidan chiqqan bir siyosat bor. Mushu orqali work permit orqali kelsanglar bo'ladi. Undan boshqa refugee claimant, protected person, ya'ni shu siyosiy panohlik iltimos qilganlar. Undan boshqa temporary residence work permit holder, young worker participating in a special programs. Ya'ni yoshlar mushu alohida bir programmalarga qatnashgan yoshlar bo'lsa, yana mushu nimaga qig'il bo'ladi.
xizmat ijozatnomasiga iltimos qilsa bo'ladi degandek. Kimlar iltimos qila oladi degandagi turlari ashunda. Types of work permit'dagi shu 2 xilning ichida nurg'un xillari bor. Hamda videolarimni davomli ko'rib, o'zinglarniki amaliy ahvolga qarata mos keladigan shu xizmat ijozatnomasini tanlab turib, xizmat vizasiga iltimos qilishni boshlasanglar bo'ladi. Bugun yana bilib mushunchalik so'zladim. Kelakisimi yana xizmat vizasi to'g'riliq bo'ldi. Eng oxirgisi bo'ladi. Shuning bilan xizmat vizasi to'g'riliq jami 3 video ishlagan bo'lay. Uningdan keyin ko'chmanlik munosabatlik, oila bo'yicha ko'chmanlikka iltimos qilib kelish degandek qatorliq mazmunlar chiqadi. Kanalimga davomli obuna bo'lib, ko'rib turganlarga rahmat. Pat kelib ko'rib turinglar, kanalda munosabatlik ham uchurlar chiqadi. İşlərinizlər oңuşluq bolsun, Xudoyimga omonat.